Akalar va ukalar, opalar va singillar, qaranglar. S26 Ultra chiqdi va biza Ezgutech YouTube'da birinchilardan bo'lib buni obzorini qilamiz. Endi men sabrsizlik qilib bu telefonni ochib qo'ydim. Sekin shuni ochganimiz bilan bizdan nima kutibdi? Mana shunaqa chiroyli dizayn kutibdi. Buni o'zi 4 xil rangi bor. Qorasi bor, oqi bor, yana bitta ko'ki bor, yana adashmasam binafsha rangligi bor. Hammasini ekranda chiqarib qo'yamiz. Shunday qo'lingizga olganingizdan bir bogati video beradi. Qo'lingizga bir cho'tga turadi. Korobkasining ichidan kabeldan boshqa hech nima chiqmaydi. Siz bir xiyam emas-ku bu, sizga uy, mashina, yana bir nimalar qo'shib beradi. Yo'q. Bitta kabel, bitta telefon yetadi. Qo'lingizga olganingizdan bu telefonni sezasiz, takoy bir bogati vid beradi. Qo'lingizga haqiqatan ham bir chiroyligina bo'lib chiqqan. Asosiy o'zgarish 25 Ultra'dan bu kamera bloki bo'ladi. Kamera blokini как iPhone 2 ga o'xshab bitta aylantirib turburchak qilib qo'yishgan bo'ldi. Boshqa o'zgarish yo'q dizayn tomonlama. Bitta kattagina o'zgarishcha, yana bitta katta o'zgarish 25 Ultra'ingiz avval Titanga chiqaydi, 24 Ultra'ingiz ham Titanga chiqqan. Hozir bunga qarasangiz, уже bu 26 Ultra alyuminga chiqibdi. Nimaga? Endi meni o'ylashim bo'yicha iPhone sekin buni Titanni shunday chopdi-da, alyuminga o'tdi. Nimaga? Chunki Titanni chiqarish qimmatroq turadi. Bu o'zi как nima deydi, samolyotlarga ishlatiladigan material bo'ladi. Yo'q dedi, telefonga chiqaramiz deyishdi. Keyin buni qarasizlar, bu ko'p qimmatga chiqib ketar ekan. Keyin iPhone ham, Samsung ham sekingina buni shunday to'xtatishdi-da, alyuminga o'tishibdi. Bu yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomoni ham bor. Yomon tomoni bu telefonni sizni tezroq qirilib ketish ehtimoli bor. Qirilib ketishga moyilligi bor. Prям telefoningiz Titan как yaxshiroq chidab beradi, chem alyumindan ko'ra qirilishlarga, sinishlarga. Titanni tushirib yuborsangiz ham unchalik katta farq ko'rmaysiz. Alyuminni bitta tushirib yuboring, 17 talarga nima bo'ldi? Shunday tushirib yuborasiz, уже bitta joyi shunday ichkariga kirib qoladi, tamom, yomon bilinib yotadi. Da. Ana shu tomonlari bor. Telefonni ekrandagi plyonkasini bitta shilamiz. Shunday ekranni ochganimiz bilan amaliyot ekran bizani kutib oladi. 609 dyumlik, 120 Hzlik maza qilib ishlatadigan ekran. Kачестволariga umuman gap bo'lishi mumkin emas va hozirda internetda prям portlatayotgan funksiyasi ham aynan shu ekranda bo'ladi. Как tonirovka ekran. Buni настройкадан kirib siz to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Adashmasam настройка kirasiz, displeyga o'tasiz, maxfiy ekran degan joyi bor. Shuni yoqib qo'ysangiz, ekran tonirovkalik bo'ladi. Hech qanaqa как ustidan steklo yopishtir. Ekrandagi отпечаткani unut bo'lmaydi. Steklo shu uchun ancha yaxshiroq deb o'ylayman. Endi meni qo'yil qoldirgan narsa shunday 360 gradusga ekran o'zidan prям hech nima ko'rinmaydi. Protsessorga keladigan bo'lsak, asosiy farqi ham aynan shu yoqda bo'ladi. 19% ga S25 Ultra'dan yaxshiroq bo'lib chiqqan oddiy protsessori va buni sun'iy intellekt tomonidan qaraydigan bo'lsak, 40% ga yaxshiroq chem 25 Ultra'dan ko'ra. Bu nima degani? Rasmlaringizni to'g'rilayotgan paytingiz va sun'iy intellektni ishlatayotgan paytingiz siz anchagina ko'tarilish sezasiz chem 25 Ultra'dan ko'ra. iPhone'ga sun'iy intellekt funksiyalari uncha yaxshi ishlamasdi. Endi 26 Ultra chiqib, undan ham zo'r qilib yubordi. Endi bilmayman, 15 Pro'dan buyon va'da qilinib kelinayotgan sun'iy intellekt funksiyalarini biz bir 18 ga olamizmi, 19 ga olamizmi, endi bilmadim buni. Bundan keyingi tomonlariga qaraydigan bo'lsak, xotiralarga keladigan bo'lsak, 16 GB varianti bor, 12 GB variantlari bor. Va buni xotira opsiyalari 256, 512 va 1 TB variantlari как sotuvga chiqadi. iPhone'ga o'xshab 2 TB chiqmagan, lekin 1 TB maksimum siz olishingiz mumkin bo'lgan как nima deydi, xotira variant. Endi meni ko'zim tortgan asosiy funksiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu simsiz quvvatlanish 15 vatt edi. Hozir buni qarasangiz 25 vattga o'zgartirilgan. Bu degani siz uyga shunday kelib, shunday stolning ustiga telefonni shunday tashlaysiz, zaryad olib o'tiraveradi. Telefon birinchidan qizib ham ketmaydi, ikkinchidan tezroq ham zaryad oladi. Va ikkinchi menga yoqqan funksiya bu log da syomka qilish qobiliyati. Bu avval menimcha S variantlarda yo'q edi. 15 Pro'dan boshlab logga syomka qilish bor edi, lekin S variantga hali qo'shilmagan edi. Endi buni qarasangiz, S da ham 15 Pro'ni kачествосidan ham yaxshiroq kачествоda syomka qilish imkoniyati bor. Endi haqiqatan Samsungga chapak cholib qo'yish kerak bunchalik darajada, yaxshi ishlagani uchun. Mana yana bitta ko'zim tortgan tomoni 7 yilgacha prям
Android bu telefonni qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani hozir 2026 bo'lsa, 2033-yilgacha bu telefonni ishlatsangiz ham Android yangi versiyalar kelib o'tiradi va 7 yildan keyin yana obnovleniyalar keladi, ya'ni security obnovleniyalar keladi degan. Endi iPhone o'zi avvallari yaxshi qilib chiqarardi. Hozir misol uchun qarasangiz, iPhone 5s larga ham obnovleniya borib turadi, security obnovleniyalari, ya'ni xavfsizlik obnovleniyalari. Bunga ham endi sekin-sekin shunday bo'lib kelyapti. Prям Samsung ham iPhone bilan haqiqatan raqobatga prям nima deydi, tayyorlanib kelyapti. Qarang, protsessor haqida gapiradigan bo'lsak, protsessori S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite'da, Snapdragon 8 Elite Gen 5 qo'yilgan Galaxy uchun optimizatsiya qilingan varianti. Bu nima degani? 25 Ultra'dan naqd 19% ga, sun'iy intellekt tomonlama esa 40% ga yaxshilangan protsessor qo'yilgan. Endi bilmadim, S25 Ultra'ning o'zi sun'iy intellekti vashye zo'r edi. Prям rasmlarni olib, sizni qo'lingizni prям boshqacha qilib qo'yib, unaqa bo'lmasdi. O'zi sun'iy intellekt tomonlama 25 Ultra prям cho'tki ishlab berardi. Endi buni qarasangiz, iPhone tomonga qaraydigan bo'lsangiz, iPhone'larga 15 Pro'dan buyon prям Apple bizga va'da berib keladi. Sun'iy intellekt, yanada aqlliroq telefonlar deb. Lekin 15 Pro'dan buyon unaqa narsani biz iPhone telefonida ko'rganimiz yo'q. Endi 26 Ultra sun'iy intellekt shunchalik darajada yaxshi qilyaptiki, endi bilmadim, Apple qachon bir uyqudan turib sun'iy intellektni yaxshilashadi. Endi akajon shuncha ma'lumotni berib o'tdim, reklamani ham tiqib o'tmasam bo'lmasdi. Ezgutechka aka bu telefonni nalichiga keltirib qo'yganmiz. 26 Ultra'ni 256 deysizmi, 512 deysizmi, 1 terabaytligi deysizmi, hammasidan keltirib qo'yganmiz. Bazi va 256 ligi haqida gapiradigan bo'lsak, $1300 ga chiqyapti akajon. Yana kelishtirib beramiz siz uchun. Mana bu nomerlarga telefon qilib ko'proq ma'lumot ham olsangiz bo'ladi. Videoni tugallashdan oldin men bitta narsani so'ramoqchiman. Bizani o'zi ikkinchi obzorimizda bo'libdi bu. Bundan oldin 13 Pro Max'ning obzorini qilgan edik. Sizlarga yoqibdimi o'zi? Bu videolar sizlarga yoqibdimi? Qanchalik darajada yoqibdi? Keyingi obzorimizda nima haqida bo'lsin, qanaqa texnikani obzor qilaylik? Shularni kommentariyga yozib ketsangiz bo'lardi. Videolarimizda jabr sizga yoqib ketgan bo'lsa, sekingina podpiskani bosib qo'ying. Agar yoqmagan bo'lsa, sekin dizlaykni bosib qo'ysangiz ham mayli akajon. Hammalaringizni keyingi obzorlarimizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.